Qadimgi Buyuk Ipak yo'lining muhim savdo va madaniyat markazlaridan biri bo'lgan betakror Gabala shahrida siz aziz qardoshlarim bilan diydor ko'rishib turganimdan behad mamnunman. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, Turkiy davlatlar tashkiloti qisqa vaqt ichida jadal rivojlanib borayotgan nufuzli xalqaro tuzilmalar qatoriga kirdi. Avvalambor mamlakatlarimiz o'rtasida yuksak darajada siyosiy muloqotlar faollashgani, o'zaro ishonch mustahkamlanayotgani, amaliy sheriklik loyihalari va gumanitar dasturlar hayotga faol tatbiq etilayotgani buni yaqqol tasdiqlaydi. Mamlakatlarimiz o'rtasida o'zaro savdo hajmi barqaror o'sib bormoqda. Bu ko'rsatkich 2030-yilga qadar 2 barobar oshishi kutilmoqda. Tuzilmamizning mavqei va salohiyatini yanada oshirish uning yaqin kelajakda samarali hamkorlik maydoni sifatidagi o'rnini mustahkamlash oldimizda turgan ustuvor vazifadir. Bugun qabul qilinayotgan Gabala deklaratsiyasi birgalikda ilgari surayotgan ezgu tashabbus va rejalarimizni yanada mustahkamlab, davlatlarimiz umumiy taraqqiyotiga, qardosh xalqlarimiz farovonligiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman.